Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Riyoziyot kanali va bugungi videorolikimizda yana shu qishlog'imizni kuchaytiramiz. Hozir birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda hozir avtomatik ferma quramiz. Manaqa fermalardan voz kechamiz, ya'ni mana shunaqa fermalardan avtomatigini quramiz. Qani bo'lmasa, go. Birinchi o'rinda biz joy tekizlab olishimiz kerak. Mana shu yerlarni tekizlab olsak, kerak. Mashin ketsa kerak. Elektron mashin yetadi. Demak, bizga hozir tosh kerak. Ancha ko'p narsa kerak. Birinchi o'rinda tosh va bunga o'tamizdan yopishqoq porsha. Bu keyin redstone keyin suv конечно. Suv kerak bo'ladi va keyin yana nima kerak bo'ladi? Nima kerak edi? Oxirida bilamiz. Birinchi o'rinda mana shularni tekizlab joy qilib olamiz. Shunchaki yetsa kerak, menga uzunroq qilaman-da. Uzun emas, o'zimga yetadigan darajada qilaman. Shu yerdan to'xtaydi. Shu yerdan ham bitta yo'l ochib. Mana shu yo'ldan hozir mana shu fermamizni mana shu yerdan quramiz. Yana bir yo'l ko'tarib olaman. Video bu joylari qirqilmaydi, ba'zida qirqilishi mumkin. Lekin mana shu fermalarni qirqilmaydi. O'zi video qirqilmaydi. Osmonda nimaga qo'yiladi nomini? Ajdarhomiz nima edi? Uchadigan narsa. O'ylayapti. Tepaga qara. Bizga nima kerak bo'ladi? Qo'ygan bloklarni qo'yasizlar. Yo'q. Ko'tarib qo'yasizlar biroq. Martdan redstone o'tkazsak ketadimi? Yo'q, redstone yetmaydi. Mana bu yerga bitta blok keyin boqsak, конечно yetadi. Va bu yerga redstone o'tkazamiz. Mayli bu yerga va bu yerga. Easy. Bugungi videoda mana shu elektron fermani quramiz. Va endi bizga yarim blok kerak bo'ladi. Yarim tali blok.
blokdan. Şu yerga qo'yib chiqsak, suv o'tadimi degan savol bor. Qo'y boshqa. Yo'q, hech o'tmaydi. IQ'm ishladi. IQ 50 menda. Zo'r yo'lni topdim o'zim. Ben redstone o'tkazsam. Nima redstone o'tkazsam. Redstone o'tsa. Bunday qilsak. Kimgacha qo'yamiz? Va endi mana bitta qilamiz hozir tekshirib ko'raylikki. Suv quymadimi? Mana. Bu niye anaqada ham yo'q. Bu niye cho'tki niye? Endi bir tenka mashlik uchun zombilar uch qo'chalar qilib qo'yamiz tagin. Endi ferma